Assalomu alaykum. Ko'p mijozlarimiz savol berishadi. Mini Wi-Fi kamera kompyuterda yozuvlarni ko'rsatib bera oladimi? Qanaqa sifatda oladi deb savol berishadi. Hozir sizlarga tekshirib, qanaqa sifatda olinishini ko'rsatib beraman. Hozir kompyuter bilan kamerani oraliq masofasi 50 sm chiqadi. 50 sm-da qanaqa sifatda olinishini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yangi kelgan kamera sifati juda tiniq oladi. Uzoqlashtiryapmiz. Ancha uzoqlashtirdim. Hozir mana 1 metr masofadan olyapman hozir. Ya'ni kamera bilan kompyuter oraliq masofasi 1 metr chiqadi. 1 metrdan ham bemalol yozuvlarni o'qisanglar bo'ladi. Bu maxsus yozuvlarni o'qish uchun mo'ljallangan kamera bu. Masalan, yaqinlashtiraman 50 sm oraliq masofa.